Bayden hökuməti Xitayning bostirishi sababli Amerikadagi Hong Kong fuqarolarining bu davlatda turish vaqtini uzartganligini va vaqtliq bexatarlik panohlanish o'rni bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan ekan, Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning bu qarorini tanqid qildi. Ministerlikning Hong Kongdagi ishxonasi e'lon qilgan bayonotida Bayden hukumatining bu taklifi yarim avtonomiyalik bu shahar bilan markaziy hukumat orasidagi munosabatni izchillaydi dedi. Amerikaning Kaliforniya shtatida yaqinqi yillardagi eng chong o'rmon o't ofati davomlashmoqda. O't ofati sababidan kam deganda 8 odam yo'qolib ketdi. Amerikaning Kaliforniya shtatida taxminan 3 hafta davomlashgan o'rmon o't ofati bir qism o'ltiraq rayonlarga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, ofatning ziyni og'irlashmoqda. Tokyo 2020 Olimpik tənərkət müsabiqəsi ayollar 69 kilogramlar bo'yicha boks musobaqasida Turkiyalik Mahir Busanaz Surman Ali Xitoy raqibini yengib oltin medalga erishdi. U Turkiya tarixida Olimpik oltin medaliga erishgan tunji ayol boksoriga aylandi. O'zbekiston Erkin Demokratlar Partiyasining siyosiy kengash yig'inida Prezident Shavkat Mirziyoyevni 24-oktyabr o'tkazilgan prezident saylamiga nomzodlikqa ko'rsatish qaror qilindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Xitoy Eron bilan bo'lgan munosabatni yangi bir baldoqqa ko'tarishga tayyor dedi. Hua Chunying Eron prezidenti bo'lib saylangan Ibrohim Raisning qasam berib vazifaga o'tirganligini tabriklaydiganligini aytdi. Amerikada Bermining ikki fuqarosi Bermining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Kyaw Mo-tunni qaslab o'ldirishga urinish jinoyati bilan qo'lga olindi. Bermining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Kyaw harbiy siyosiy o'zgarishga va hokimiyatni tortib olgan armiyaga norozilik bildirgan edi. İgilinishicha, chet el askarlarining chekinishi bilan Afg'onistonda keng rayonlarni kontrol qilgan Talibanlar Nimrozning keyin Juzgan o'lkasining ma'muriy markazi Shebriganni qo'lga tushirgan. Undan boshqa Talibanning Afg'onistonning shimolidagi Tojikiston chegarasidagi Qunduz o'lkasining markazidagi bir qism rayonlarni egallab olganligi, to'qinishda 11 fuqaroning qazo qilganligi, 41 kishining yaralanganligi, 10 kishining yarasining og'ir ekanligi xabar qilindi.